Ha do'stlarim, obunachilarim, qarindosh urug'im, do'stlarim, barcha bugun 2026-yil 30-mart kun ertalabki soat 6. Bismillah deya biz vodiy safari qarab otlandik. Mana bugun kunlarimiz bulut, kecha yomg'ir yoqqan, Gagaringa qarab ketyapmiz. Asosiy rolda mana o'g'lim Og'abek, mana haydovchim. Xudo xolos bismillah deya Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumani Qayiqi qishlog'idagi do'stimiz, kursdosh do'stimiz Akram hoji farzandini uylantiryapti. Shu sabab bilan biz do'stimizning to'yiga qarab Namangan, Andijon, Farg'ona bo'ylab safarga otlanganmiz. Asosiy safardan maqsad birinchisi to'y, ikkinchisi bittagina o'g'lim Qilichov Og'abek, dada men butun O'zbekistonda aylanishim kerak, ko'rishim kerak deganiga mana men shu asosiy roldosh Og'abek deb ketyapman. Hozir ko'radigan yo'llari Sirdaryo viloyati, Toshkent viloyati, Ohangaron, Angren, undan o'tib Namangan, Pop, Namangan viloyatini kesib o'tamiz. Undan o'tib Andijon, Farg'onani aylantirib, xudo xolasa 2 kunlik safar ila ketyapmiz. Do'stlarim, kuzatingizlar, safarlarimizni qo'llab-quvvatlangizlar, layklar, izohlar yozingizlar, fikrlar yozingizlar. Larimiz yo'l bo'ylab bo'ladilar. Shuning uchun sog' omon bo'lingizlar hozircha. Eng asosiysi Forish tumani Garasha qishlog'ining tepasida yashovchi hojijonam, Qo'roq qishlog'ida yashovchi hojijonamga murojaatim, iltimosim bizlarni duo qilib qo'ying. Hojona Og'abek o'g'lingiz asosiy rolda. Shuning uchun hojona duosini olib, xudo xolasa biz yo'lga otlandik mana.